O'yinlar va mashqlar tavsifi. Bugun biz ritmikadan o'yinlar va mashq tavsifi mavzusi haqida gaplashamiz. Bunda ritmikada o'yinlarning ahamiyati va maqsadi. Bunda ritmikada o'yinlarning asosiy maqsadi bolalarning til va nutq qobiliyatlarini rivojlantirish, bularni vaqt nutqni to'g'irlash, balki bolalarning jismoniy va ruhiy holatini yaxshilashga yordam beradi. Ritmik o'yinlar orqali bolalar tovushlarni eshitish, farqlash, talaffuzni to'g'ri shakllantirishga o'rganiladilar. O'yinlarning ahamiyati shundaki, ritmik o'yinlar bolalarga qiziqarli tuyuladi va tovushlar va so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishga yordam beradi hamda o'rgatadi. Shu bilan birga bolalar grammatik va sintaktik tuzilishni ham ritmik o'yinlar orqali o'rganib olishi mumkin. Ya'ni bunda tinglash qobiliyatini oshirish mumkin. Ya'ni ritmik o'yinlar orqali bolalar tovushlarni va so'zlarni o'rgatib boramiz. Ya'ni bunda har bir tovushni, bo'g'inlarni ham ma'lum bir ritmikaga solib, bolalarga o'yin orqali o'rgatishimiz mumkin. Keyin bunda yana harakatlar va o'sha bilish faoliyatlarini ham birlashtirish orqali bolalarga biz o'yinlar o'rgatishimiz mumkin. Bunda ritmik o'yinlar bolalar uchun jismoniy faoliyat ham rivojlantiradi, ham qo'llarni urish, oyoqlarni yerga urish, qadam bosish, askarcha yurish kabi mashqlar bajartirish ham bolalarga foydali hisoblanadi. Bunda ham nutq markazlari rivojlanadi, ham bolalar harakat va nutqni birga birlashtirib, nutq va harakat orqali ularni yana rivojlantirishimiz mumkin. Ritmik o'yinlar va mashqlar bularga misol uchun tovushlarni takrorlash, keyin qo'shiq aytish, ritmli hodisalar kabi o'yinlarni o'ynashimiz mumkin. Bunda tovushlarni takrorlash, ya'ni bolalar turli tovushlarni eshitib, ularni takrorlaydi. Misol uchun hayvonlar ovozlarini, har xil tashqi tovushlar, tabiat ovozlarini eshitib, ularga taqlid qiladilar va shu orqali tovushlarni o'rganib borishlari mumkin bo'ladi. Ritmik hodisa o'yini bolalar biror bir tovush yoki ritmga moslashadi, harakat bajaradilar. Bu o'yin bolalarning ritmni sezish, aniqlik va muvofiqlikni oshirishga yordam beradi. Logopedik mashqlarning foydalari. Bunda o'sha mashqlarning foydasi, logopedik mashqlar bolalarning til va nutq qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi. Shuningdek, logopedik mashqlar bolalarga jismoniy va kognitiv rivojlanishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Logopedik metodlar ya'ni logopedik mashqlarni turli metodlarga asoslanib o'tkazish mumkin. Har bir metodning maqsadi va uslubi farq qiladi, ammo bolalarning nutqi va tilni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Dialogik va dramatizatsiya metodlarini misol qilib bo'lsak, bunda o'sha rollarni bajarish, ya'ni bolalar biron bir voqeani yoki hodisani tasvirlash jarayonida yoki tasvirlanayotganda o'zlariga ma'lum bir rollarni bo'lib oladi va mana shu rollarni ijro etadi. Bunda ham bolalarning dialogik nutqi, ham monologik nutqi va o'sha suhbat birgalikda rivojlanadi va nutq qobiliyati yanada rivojlanib boradi. Dialog va suhbatlar bolalar bir-biriga savol beradi va ular javob beradi. Bu metodika bolalar o'rtasida muloqotni yanada ham rivojlantiradi. Endi turli xil mashqlar mavjud. Bulardan tovush mashqlari, koordinatsiya va ritm mashqlarini ham biz misol qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Logopedik ritmika o'yinlarning jismoniy va ruhiy rivojlanishga ta'siri alohida hisoblanadi. Misol uchun, ruhiy rivojlanish ta'siri ritmik o'yinlar logopedik mashqlarda faqat nutqni rivojlantirish bilan chegaralanib qolmasdan, balki bolalarning ham jismoniy va ruhiy rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu o'yinlar bolalarni nafaqat nutqni shakllantiradi, balki jismoniy faoliyatni ham shakllantiradi. Ya'ni o'sha jismoniy ko'nikmalarni bolalar o'yin davomida, ritmik o'yinlar davomida yanada faollashtirib va orttirib boradi. Keyin jismoniy ta'sir bu koordinatsiya va balansni rivojlantirish. Misol uchun, ritmik o'yinlar orqali, misol uchun, balansirovka vositalar orqali bolalarga musiqa qo'yilib, ma'lum bir balans tutib turish, ya'ni o'sha muvozanat organlarini rivojlantirish uchun ham bu mashqlar bizga yaxshi yordam beradi.
ruhiy rivojlanishga ta'siri emotsional holatni yaxshilaydi, stressni kamaytiradi, keyin sotsial va ijtimoiy rivojlanishga ham yaxshi yordam beradi. Yana biz misollar va mashqlar keltirsak, ritmga mos harakatlardan, misol uchun bolalar qo'llar, oyoqlarni urilib turib ritmik harakatlar bajaradi. Bu mashq bolalarga harakatlarni nutq bilan birlashtirishga yordam beradi. Masalan, qo'llarni urib, oyoqlarni raqsga olib, musiqaga moslashish. Keyin ritmik qo'shiqlar, bolalar misol uchun ma'lum bir nota asosida chalinadigan ritmik qo'shiqni aytishimiz mumkin yoki oddiy qo'shiqni bo'g'inlarga bo'lib ham ma'lum ritm hosil qilib, shu jo'rlikda o'tkazishimiz mumkin. Yana ritmik o'yinlar logopedik mashqlarda nafaqat tilni rivojlantiradi, balki bolaning umumiy rivojlanishiga yaxshi yordam beradi. Shuning uchun bizda o'sha logopedik ritmika sohasida o'yinlar va mashqlardan birgalikda foydalanishimiz biz uchun yana ham yaxshi samara beradi.